Assalomu alaykum. Bugungi mavzu qizamiqqa bag'ishlanadi. Qizamiq havo tomchi yo'li bilan yuquvchi virusli kasallik. U bilan deyarli barcha yoshdagi insonlar kasallanadi. U siklik ketishi bilan namoyon bo'ladi. Dastlab kattaroq belgilar, intoksikatsiya, toshmalar bilan ifodalanadi. Erinki saqlovchi virusdir. Insondan insonga havo tomchi yo'l orqali yuqadi. U siklik kechuvchi, intoksikatsiya, kattaroq belgilar, toshma toshish bilan namoyon bo'ladi. Qizamiq havo tomchi yo'li orqali gapirganda, aks urganda, yo'talganda atrofga tarqatib sog'lom odamni yuqtiradi. Kattaroq davr grippsimon kechadi. Isitma, yo'tal, tomoqda noxushlik belgi, burun bitishi, ko'zning qizarishi, ko'zning yoshlashi, yorug'likka qaraganda ko'zning achishishi kabi belgilar bilan boshlanadi. Kattaroq davrning oxirgi kunlarida, ya'ni oxirgi 2-3 kunlarida og'izning shilliq qatlarida, ya'ni lunjda Belskiy plativ dog'lari paydo bo'ladi. Bu oq kepaksimon toshmalar bilan ifodalanadi. Og'izdagi toshmalar ketish bilan kasallikning 3-davri, ya'ni toshma toshish davri boshlanadi. Toshmalar quloqning orqasida, yuzda, bo'yinda birinchi kuni toshadi. Ikkinchi kuni badanda, uchinchi kuni qo'l-oyoqlarda toshadi. Ko'rib turibsizki, toshma bosqichma-bosqich toshib kelmoqda. Toshmani qaytish ham bosqichma-bosqich bo'ladi. Birinchi yuzdan qaytadi, so'ng badanda, so'ng oyoqlardagi toshmalar sekin-sekin qayta boshlaydi. Toshmalar makulopapuloz toshma hisoblanadi. Oddiy teri qonni toshadi, bir-biriga ba'zida qo'shilgan holda bo'ladi. Teri sathidan ko'tarilmaydi, biroz qichishadi. Toshma qayta boshlaganda isitma ham tusha boshlaydi. Bemor o'zini yengil his qila boshlaydi. Toshmalar bora-bora kepaklanadi. So'ngra esa o'zidan pigmentatsiya qoldiradi. Pigmentatsiya 2 haftagacha saqlanadi va bundan so'ng toshmalar izsiz yo'qolib ketadi. Qizamiq diagnostikasida asosan klinik belgilarga tayangan holda amalga oshiriladi. Ya'ni isitma, yo'tal, og'izdagi Belskiy plativ ko'plik dog'lari, ko'zda shilliq qavatning yallig'lanishi, konjunktivit va toshmalarning bo'lishi bu qizamiq diagnoz qo'yishimizga asos bo'ladi. Qizamiqning laboratoriya diagnostikasi bunda IFA PCR usuli orqali amalga oshiriladi. Bunda virus DNKsi, IFA orqali esa immunoglobullarni aniqlash orqali ifodalanadi. Birinchi o'rinda parhez qilish kerak. Ya'ni yellik, allergiya chaqiradigan mahsulotlar iste'mol qilinmaydi. Ikkinchisi, yotoq tartibiga rioya qilinadi. Bemor alohida parvarishga muhtoj bo'ladi. Uchinchisi, medikamentoz davo, ya'ni dori-darmonlarga bo'lgan ehtiyoj. Medikamentoz davo simptomatik va patogenetik davoga asoslanadi. Qizamiqning davosida antibiotiklarning o'rni. Qizamiq virusli kasallik bo'lganligi uchun unga antibiotik ta'sir qilmaydi. Antibiotik berishimizdan maqsad ikkilamchi infeksiya, ya'ni bakterial infeksiya qo'shilib qolishining oldini olishdan iborat. Qizamiq maxsus profilaktikasi vaksinalar orqali amalga oshiriladi.